Sevinchlarga aytsam kelin degani, qaynonani nazarida qul degani. Har doim sendan nimadir kutar, u uchun kelin poshi pul degani. Sovchilikka kelganida qizingizga deydi, eshigingiz supurgani qulchilikka deydi. Qizdek qabul qilaman, qizim bo'lasiz to'ygacha, to'ydan keyin ensa qotib asabingni yeydi. Ba'zi kelinlar juda o'zidan ketgan, tili sabab hayoti buzilib ketgan. It bo'lur, eshak bo'lur, bo'lmas asli odamiy. Bu gapni buyuk bobo Navoiy aytgan. Oyijon, shuncha xizmatlaringizni qilib, endi biz odam bo'lmay qoldik. Qayerdan ham kelin qildim o'zi, a? Shunday jonimga tegdinglar. Voy oyijon, Madorim yo'q shu bugunda bu uyda. Uyga kelsam har kuni absolutniy bardak vodda. Kechagina yaxshi kelin bo'laman degan va'dalaring gapirildi prosta tak. Unutildi darrov. Yana nima dema? Har gal bitta gapingga ishonib yashadim-ku men ahmoq. Sani gaping mana bundoq. Keling endi iltimos meni kechiring oyijon, endi yaxshi yashaylik. Yo'q. qani endi shu gaplaringizda agarda bo'lganida ayni haqiqat. O'zingiz yanada o'ylab ko'ring ming bora. Bo'larmidi shu darajada xunuk o'rtamizdagi bu oqibat. Jim bo'l, kasofat. Qani o'sha kelinlaring sevinch, qani nafosat, bir-birimizga nisbatan dillarimizda yashaydi endi faqatgina nafrat. Bo'ldi yetar, ortig'ini gapirmadim, qisqasini aytganda oyijon sizga ming rahmat. Qani endi o'shanda sani kelin qilmaganimda, hozirda hamma narsa bo'larmidi o'zgacha. Yana Xudo biladi, balki bo'lardi battar. Bu kelinlarning dastidan yo'llar to'la xaqatar. Mayli iltimos, meni bitta narsaga ishontirgin. Ko'cha supurarmisan degan savolimga faqat rost javob ber. O'zim ham bilardim, peshonangda ter. Gapir endi sanini menga, men o'g'limni qildim senga er. Hamma xatolaringni kechirar edim-ku, ammo shim kiyishingni kechirmasman zinhor. Sani ovotganda bilmadim qayoqqa qaradi o'g'lim Sattor. Voy. Ko'nglingizdagi mebellarni topgunimcha ado bo'ldim-ku voydod. Bilasizmi shuni? Ularni nega oldik? Maqsadingizga yetishdingizmi? Oxir oqibatda mebel mendan afzalroq bo'ldi. Qolmadi ma'no. Nima bu? Nafsmi yo xato? Bidir hali ham hozir. Nima? Mana shunaqa gunohlarim ko'pmi? Oyimdan gap eshitmaslik uchun Xudo bergan kallani ishlash kerak emasmidi? Asabimga tegma. Hozir sizlar bilan gaplashganim bilsa umuman holim yo'q, kayfiyatim yo'q. Men endi telbaman. Oyim bilan xotinning munosabatida xuddi ko't orasida qolib ketganman. Telefonlarni ham o'chirib tashlaganman. Zaboni shirin, ammo